boshqalar, jiz biz. O'rdagilar kelinim. Qiz bizdek xizmatimni qilmasdan chet el yuribdi onangni emgir. Kelinim o'rdaklo, qaydasan? Привет, papul. Yo'q onangni emgir. Kimning yarmini samolyot parraga urib ketdimi? Mani ko'rganingizda xursandmisiz, Kashi? 2 kun chet elda yurib qo'yib so'kinib gapirma, yur uyga. Kiygan kiyimingni qara. Shorti. Qaramanglar. Meni kelinim, qaramanglar deyapman. O'rdaklar chet eldan nima olib kelding menga? Men sizga 10 ming dollarlik ish gaplashib keldim. 10 ming dollar? Kelinim, o'rdaklar seni yaxshi ko'raman. Nima ish qilaman ekan? Shu otelda menejer bo'lish kerak, lekin boshlig'imiz so'radi. Qanday o'zi qiyinchilik ko'rganmi? Ko'chalarda 1-2 kun qiynalib qolib ketganmi? Qiyinchilikmi? 10 ming dollarga chin ko'ngildan pocham bilan yotib beraman. Lo'g'it beramikan ya, bo'lib beramikan, dollarda. Keyinchi qaynotasiz sovuqqa chidaydimi deb so'radilar. 10 ming dollar beryaptimi? Chin dildan muzlab beraman. Yes! Konsener tagida o'tirib ishlasam kerak-da. Mo'lugingiz kichkina bo'lib qoptimi, adajon? Endi xaladirnik sovuq ekanda. Nima? Sinovlarni o'tdimmi, ketamanmi Dubayga? Ha, 30. Menga qarang, adajon, yeb qo'ygan pullaringizni menga olib chiqib bering. Nima qilasiz ortiqcha yuk olib Yo'qda kerak bo'lmaydi? Yo'q, kerak bo'lmaydi. Ona qizim, mana o'limimga degan pullarim ham senga. Ha, kartochka? Mana plastigim 69 kodi. Men o'zim sizni aeroportga kuzatib qo'yaman. Voydod, o'rdaklar kelinim, Dubayga ketaman. Yaxshi boring, adajon. Nima bor keng demayapsan? Endi shuncha pulni ko'rganingizdan keyin qaytgisi kelmay qoladi, siz o'ylayapsizmi? Bu qilgan yaxshiligingni 2 dunyo qaytarlamasam kerak, o'rdaklar kelinim, rahmat. Men pul ishlagani ketyapman. Bitmas tuganmas, rahmat. Bitmas tuganmas pul. Ketganing rost bo'lsa, sassiq chol.